degan ko'pchilik odamlarga men ha deb qo'yaman-da, yo'q deya olmasdan. Nimani yutqizaman hayotda? Har bitta olingan ortiqcha mas'uliyat bu sizni energiyangizni, sizni vaqtingizni har doim ketkazadi. Siz har doim yo'q deyishingiz kerak bo'lgan o'rinda ha deyishingiz, menimcha ko'p narsa yutqizishingiz kerak. Bunga misollar juda ham ko'p. Masalan, sizni pulingiz bor, lekin ishlatadigan joyingiz ham bor, o'rtog'i sizdan qarz so'raydi. Siz unga yo'q deya olmaysiz. Yoki siz bir ish qilishingiz kerak, boshqa bitta o'rtog'ingiz tanishingiz ketdi bir joyga borib kelaylik deydi. Siz unga yo'q deya olmaysiz. Xullas, umumiy bunaqa holatlarda inson avvalambor o'zidagi bo'lgan birinchi darajali qilish kerak bo'lgan majburiyatini aniqlab olish kerak. Qilayotgan ish qanchalik muhim. Men afsuslar bilan o'zimning hayotimni o'sha 15, 16, 17, balki 18 yoshlarimgacha eslayman. Darsdan kelib uyga vazifamni, darsimni qilishim kerak bo'lgan holatlar bo'lardi. Lekin o'rtog'im telefon qilib, bir joyga borib kelaylik derdi yoki ketdi futbolga derdi. Shunga o'xshagan har xil holatlar bo'lganligi uchun ham men yo'q deya olmasdan qaysidir ma'noda borardim. Eng yomon tomoni buni mana shu siz xo'p deb qo'ygan vaziyat tugagandan keyin boshlanadi. Siz xo'p dedingiz, tasavvuringizda haligi xo'p degan insoningizning hurmatini qozondingiz, lekin uyga kelganingizdan keyin qilmagan ishingizni ko'rasiz. Qanaqa, ya'ni muvaffaqiyatsizlik sizga tuyuladi bu. Ertaga ustoz oldida yoki qilishingiz kerak bo'lgan ishga mas'ullar bo'lgan odamlar oldida qanaqa javob beraman degan savol sizni doimiy qiynaydi. Shundan kelib chiqib ham odam o'ylab ko'rsa bo'ladi. Qaysi ish u uchun juda ham muhim, qilish kerak va undan keyingi ishni keyingi o'ringa qo'yib kerak. Masalan, o'quvchi uchun eng muhim bu dars qilish, o'zini ustida ishlash. Undan keyingi dam olish, yoki qat'iqdir borish, futbollarni bu shanba oddix kunlari yoki boshqa kunlarga qoldira olishi bemalol yaxshi. Hayotimda shuni o'rganganmanki, ya'ni bu o'sha xatolarni qilib bo'lganman, keyin o'sha tushunib, ko'p narsa yo'qotganimni bilganimdan keyin kimdir mendan nimadir so'rasa, men iloji boricha ochiqchasiga yo'q, hozir qilib bera olmayman, lekin yordam berishga tayyorman. Falon vaqtda, qaysidir vaqtda yetishim mumkin. Endi u odam kimligiga yo'q qanaqa vaziyatligiga ham bog'liq. Bu yerda umumiylashtirmoqchi emasman vaziyatni, lekin har doim xo'p demaslik, har doim ha demaslik, siz o'zingizni chegarangizni bilishingiz kerakligi haqida ma'lumot bermoqchiman. Buni yo'q deya olmaslikni kasallik deymizmi, yo'q odat deymizmi? Xullas, psixologlar ham bunga bir alohida e'tibor qaratishgan. Har doim xo'p deydigan insonlar bu, ya'ni boshqa insonlarning hojatini chiqaradigan, ularga ya'ni yordam berishga harakat qiladigan insonlar qatoriga kiradi. Tasavvur qiling, siz yakshanba kuni muhim bir ishni qilaman deb o'zingiz uchun plan qilib qo'ydingiz, lekin u kuni ertalabdan sizga o'rtog'ingiz telefon qilib, uyimda hashar bor edi, qarashib ola olsanmi deb so'radi. Xullas, sizdan so'radi. Siz yo'q deya olmadingiz, bordingiz, qarashdingiz va tasavvuringizda siz u odamga yordam berdingiz. To'g'ri, haqiqatan insonlarga yordam berish bu juda ham zo'r. Yaxshi do'stlarga yordam berish. Lekin siz o'zingizni chegarangizni qo'ymasangiz, unda boshqa insonlar ham sizni chegarangizni his qilishmaydi. Eng ajoyib tomoni, insonlar siz bilan bo'ladigan munosabatda sizni chegaralaringiz belgilaydi buni. Psixologlar ham shu boy aytganimdek people pleasing degan bir iborani ishlatishadi, ya'ni hamma insonga yoqish. Siz boshqa insonlarga yoqish uchun o'zingizdagi bo'lgan ehtiyojlarni qurbon qilish. Bu sal ajoyibroq eshitiladi, chunki hamma insonga yoqib bo'lmaydi, avvalambor. Shuning uchun ham vaziyatdan foydalanib, siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa muhimmi? Bo'ldi, yo'q deyish kerak. Ya'ni chiroyli uslubda qilishingiz kerak bo'lgan narsani kechroq so'rashingiz mumkinmi? Unda albatta yordam bering. Aka o'zi yo'q deyishni o'rgansa bo'ladimi? Yo'q deyishni albatta o'rgansa bo'ladi. O'sha vaziyatga nisbatan siz boshlang'ich yo'q deyishingiz sizga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Kimdir siz oldingizga keldi, yordam so'radi, siz unga o'zingiz ehtiyojingizni birinchi o'ringa qo'ydingizda, yo'q deb javob bersangiz, ozgina xuddi haligi odamni xafa qilib qo'yganday bo'lasiz. Bu yerda endi muomala, qanaqa qilib yo'qni tushuntirib berish ham muhim o'zi. Lekin yo'q deyishni o'rganish uchun menimcha siz boshlanishiga o'zingiz fikrlaringiz yordamida haligi insonga yo'qni chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilishingiz kerak. Masalan, sizning o'rtog'ingiz ketdi kompyuterga deb so'radi, chaqirdi. Bir o'ynab maza qilib kelaylik dedi. Siz o'sha vaziyatda qanaqadir ish qilishingiz kerak. Oddiy qilib zo'r bemalol borsak bo'lardi-yu, lekin hozir emas, chunki hozir qiladigan ishim bor. Ertaga obeddan keyin borsak bo'ladimi degan savolni bemalol bera olishingiz mumkin. Ya'ni unga u o'ylaydi, значит, hozir bora olmasak ham ertaga obedga qoldirish ehtimolimiz bormi yo'qmi o'ylab ko'radi va shu bilan birga siz bir qarorga kelishingiz oson bo'ladi. Buni zo'r tomoni, siz bunga o'rganganingizdan keyin keyingi bo'ladigan vaziyatlarni bemalol o'zingiz kontrol qilib ketaverasiz. Yo'q deya olmaslikni eng katta xatosi bu bir vaqt o'zida ham o'zini ishlarini mas'uliyatini, ham so'ragan insonning mas'uliyatini bo'yniga oladi.
oqibatda yo o'zini ishi chala qolib ketadi, yo haligi odamning ishini chala qiladi. Inson sifatida mas'uliyatli bo'lish uchun ham qaysidir ma'noda yo deya olish kerak. Chunki siz yo unga yo o'zingizga yo desangiz, yoki uni yoki o'zingizning ishlaringizni to'g'ri maromida bajarishingiz kerak bo'ladi. Okay, yo desam, odamlarga egoist bo'lib ko'rinib qolmayapmi? Endi u odam sizga qanaqa qarashiga bog'liq, ochig'i. Umumiy javob bera olmayman bu savolga. Lekin yo desangiz, men nazarimda egoist bo'lib ko'rinmaysiz. Nimaga yo deyotganingizni agar o'zingiz yaxshi tushunsangiz. Endi imkoniyatingiz bo'lib turib boshqa insonga yaxshilik qilmasligingiz bu sizning shaxsiyatingiz. Qaysidir ma'noda ego bo'lishi ham mumkin. Lekin siz o'zingizdagi bo'lgan mas'uliyatni birinchi to'g'rilab, keyin boshqa inson sizga bir ish so'raganda, "Yo, hozir falon ish qilishim kerak. Bu ishni falon kunga qoldiramiz" degan javob berishingiz bu hech qachon egoistlik bo'lmaydi va bu haligi insonning dilini og'ritish ham bo'lmaydi. Siz o'zingizning imkoniyatingiz bo'lmagan ishni qilmasangiz, kimdirning dili og'rimaydi. Faqat buni to'g'ri, chiroyli uslubda tushuntirib bera olishingiz kerak. Agar hayotimizga qarasak, eng muhim resurslardan bittasi bu vaqt, energiya, o'zimizdagi xotirjamlik. Bu xotirjamliklarni biza boshqa insonlarga o'zimizga kerak bo'lmagan o'rinda ha yoki yo'q deb menimcha bizmasligimiz kerak. Ba'zi paytlar to'g'ri aytilgan yo'q, bu balki siz uchun o'zingizga eng samimiy ha bo'lishi ham mumkin. Yo'q deyish kerak bo'lgan paytda ha bo'ldi devorgan odamlar juda ham ko'p atrofimizda. Agar siz ham shulardan bittasi bo'lsangiz, holatni yozib qoldiring, men albatta o'qib ko'raman. Yana ham foydali kontent ustida ko'rishguncha, xayr.